Aslında iyimsin deb bitta video olsak bir kishi menga aytyapti. Kashasini iyimsin deb ham bitta videoga oling, chunki kasha ichikonlar ham bor-ku deyapti. Mana sizlarga zo'rdan top qo'ydim. 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark. Gazi ham bor, propan gaz. Kraskasi bor ekan. Keyin birinchi kraskasini ko'rsatay. Ekranga birinchi like bosing. Kriloda bor ekan, ichiga o'tmagan любой joy ko'rsatsin dedilar. Eshikka ham bor ekan. Arqa kriloni mana shu yerda kraska bor ekan. 20 mi 18 mi diska qo'yganga tekkanga kraska qo'ygan ekanlar, petno qilib. Salonni ichini ko'rsatayin. Motorni bitta ko'rsatay sizlarga. Motorni A8 zo'r ekanmi? Buni qarang. Zo'r turibdi. ABS'lari bu, propan gazi bu. Narxini aytayin. Kutasizlarmi? Kutib turingizlar bo'lsa. Diska balonni qarang. Yaxshidan qo'yib qo'yganlar. Bu shuncha zo'r. Narxini yakson qildik, yana sizlar yakson qilingizlar, chunki da savdosi bu. Salon ichini qarang. Maza qiling do'stim. Rul qo'yilgan, chuqur poliglari bor, video registrator ham bor ekan, Tesla monitor qo'yilgan. Holati yaxshi, narxiga yo'shcha. Samglamni siz o'ylamang, bu qimmat qo'ydi deb. Yo'q, savdosi bu. $100-200 kamiga so'rasangiz egasi berib yuborsa kerak. Chunki puli ko'p odam ekan. Holatchasi yaxshi, hadoylari, motori, korobkasi qanday ekan dedim. Ko'ptok dedi. Olgan odam mazza qilar, umuman xarajati yo'q dedi. Keyincha orqasini ko'rsataychi. O joningni. Bunaqa narsalar ham bor ekan. Propan gaz tabletga qo'yilgan ekan-da, mana. Tabletkasi. Joningdan. Narxini $6700 yana savdosi bor do'stim. Nomer telefonda pastda bilan ekranga like bosib, keyin telefon qiling. Sog' bo'ling.